mana o'sha bahaybat aytish mumkinki, O'zbekistonning eng baland sharsharasiga yetib keldik. Sharsharadan 25 metrlar uzoqdaman, lekin sharsharaning Assalomu alaykum do'stlar. Yana Hisordamiz. Hisor bo'ylab sayohatimiz boshlandi va davom etmoqda. Ayni paytda Shahrisabz tumanining Kamar qishlog'idamiz. Kamar qishlog'i desa, Allohning rahmati bo'lgan yomg'ir yog'moqda. Og'maxon va Boshqop qishloqlarini o'rtasi. Mana shunday tog' bag'rida bog'lar tashkil qilishgan. Havo esa go'zal. Yomg'ir yog'moqda. Biz esa mana shu yo'ldan kirib keldik. Atrof mana shunday zira gullari bilan to'lgan. Mana shular zira bo'ladi. Siz biz ishlatayotgan ziraga o'xshagan, lekin yovvoyi tog' zirasi mana shundan paydo bo'ladi. Ajoyib. Atrof mana shunday go'zal. Bu yerlarga bahor endigina kelgan. Yomg'ir esa mayin shivalab yog'moqda. Suv tushar qishlog'i manzaralari. Suv tushar qishlog'idan ketyapmiz. Mana haqiqiy romantika. Chet elga romantika qidirib boradiganlar uchun maxsus manzara. Tabiiy. Mana ovchilar tepamizga osilib turibdi. Mana Hindistonda suvlarda kechib romantika qilib yurishadi-yu, mana bizda tabiiy romantika. Toza buloq suvi. Mana tog'lar. Mana manzarani qaranglar, manzarani. Haqiqiy go'zallik mana. Yurtimizning qiyosi yo'q manzaralari. Mana bu manzarani qarang. Atrof o'rmon.
Bugun Xudo xohlasa mana shu yerda tunaymiz. Go'zallikni qarang. Havo o'ta yoqimli. Atrofdan bulbullarning ovozi eshitiladi. Bulbullar ichida tinmas zabonman deb she'rlar aytishga keladi odamni. Uzoqdan sharsharani ovozi eshitilmoqda. Do'stlar, hozir ayni paytda biz Hisor davlat qo'riqxonasi hududida turibmiz. Ayni paytda suvchishar sharsharasiga qarab ketyapmiz. Hozir meni suhbatdoshim Valaka Badirov, u kishi mana shu qo'riqxonada ilmiy xodim bo'lib ishlaydilar. Hozir bizga mana shu manzilimiz haqida gapirib beradilar. Mana biz turgan joy Hisor davlat qo'riqxonasi qo'riqlanma zonasida turibmiz. Mana bu yerda ko'rib turgan joylarimiz Hisor davlat qo'riqxonasi qo'riqlanma zonasi bor. Bu yerda mana o'simliklar, mana bu akatsiya, mana bu balchevik deydi, baldirg'on mahalliy tilda. Mana bu oqparra. Mana bular pishib, mana yetilgan, mana urug' olgan davda bu. Mana bu archa, mana shu archasi. Bu o'simliklarni O'zbekiston bo'yicha 4,5 mingta o'simlik o'tsa, shunda qo'riqxona hududida 2,5-3 ming oralig'ida o'simliklar o'sishi aniqlangan. Noyob turlaridan qaysi turlar bor? Noyob turlaridan 34 O'zbekiston qizil kitobiga kiritilgan. Shu 2,5 ming o'simlikdan hozirgi kunda qo'riqxona ilmiy bo'limi tomonidan 970 ta o'simlik o'sishi aniqlangan. Hali o'rganilmagan turlar ko'p. Mana bu qizil kitobga kiritilgan o'simliklar qizil lola, oq lola, O'zbekiston chinni guli, oq parpish kabi o'simliklar O'zbekiston qizil kitobiga kiritilgan. Mana bu biza boradigan joy Suvchishar sharsharasi dengiz sathidan 1870 metr balandlikda joylashgan. Hozirgi kunda ushbu sharshara mana hozir borib ko'ramiz 4-5 kuba suv beradi. Mana bu gulxayri, dorivor o'simliklar nimasiga kiradi bu mana gulxayri o'simligi. Bu nimaga davo bo'ladi bu? Buni ildizini qaynatib ichganda yutal, shomollash nimalarga, yutal nimasi bo'ladi-yu. Aytingchi, mana shu o'simlikni terib olib ketish mumkinmi? Aslida bu mumkin emas. Ha. Bizda unaqa nimalarga ruxsat berilmaydi. Qo'riqxona hududi bo'lgani uchun tabiiy holicha saqlash. Bu qo'riqxona degani o'sib turgan o'simliklarni tabiiy holicha saqlash. Xo'sh, mana bu ko'rib turgan mana bu o'simliklarimiz kavrak. Sumbul kavrak. Mana bu mana katta nimasi urug' bog'lagan. Mana bu sumbul kavrak, mana urug' bog'lagan. Bu haligi asal olinadigan kavrakmi shu? Yo'q, asalari shunaqa. Asal olinadi o'shanda.
Sharsharaning uzoqdan ko'rinishi mana shunday. Shovqini shu yergacha eshitiladi. Lekin hali Sharsharagacha ancha masofa bor. Hozir shu tushar atrofida yangi yo'llar qilinmoqda. Avval mana shu yerda bir kulba bo'lardi. O'sha kulbani buzib tashlashibdi. Kulbani mana shu kulbani oldidan esa yo'l o'tadi, ya'ni bemalol odamlar Sharsharagacha chiqsa bo'ladigan bir yo'l bino qilinadi. Hozircha esa o'sha tabiiy yo'ldan yurib turamiz. Biz uchun mana shunisi gashtli. Bu 100 yillik, 200 yillik chinorlardan biri. Ko'p joyda bo'lganidek bu yerda ham mana shunday keraksiz amallarni ko'rish mumkin. Yo'lning chiroyligi esa mana shunday. O'tgan yili iyul oyida kelgandik. Iyul oyida manzara bu qadar go'zal emasdi. Ancha-muncha joylari sarg'ayib qolgan edi. Lekin mana hozir Xudoga shukr, hamma yoq ko'm-ko'k, gullar ochilgan, yam-yashil, juda go'zal. Yo'lingiz tushsa albatta bu yerga keling. Afsus qilmaysiz. Mana o'sha bahaybat aytish mumkinki, O'zbekistonning eng baland sharsharasiga yetib keldik. Suv tushar sharsharasining yomg'irdan keyingi ko'rinishi mana shunday. Ajoyib. Sharsharaning balandligi 85 metrdan oshadi. O'z o'rnida sharshara tushgandan keyin bu yerda ham kichik bir sharsharalar hosil qiladi. Sharsharadan 25 metrlar uzoqdaman, lekin sharsharaning tomchilari mana shu yergacha kelmoqda. Hozir asta sharsharani bo'yiga yaqinlashishga harakat qilaman va u yerdan suv tomchilarini birgalikda tomosha qilamiz. Do'stlar, bu yerda turishning o'zi bo'lmayapti, chunki orqamdan shabadasi, ya'ni mana shu sharsharaning shabadasi orqamga qattiq urmoqda va bu yerdagi harorat, bu yerdagi kayfiyatni so'z bilan tushuntirib bo'lmaydi. Buni albatta kelib ko'rish kerak va his qilish kerak. Hozir inshaalloh mana shu sharsharani tagigacha borishga harakat qilaman. Buning uchun albatta suvni o'tkazmaslikka qarshi, suvga qarshi o'sha kiyimimni kiyib olaman. Ko'ramiz, Xudo xohlasa, u yoqdan ham ajoyib manzaralardan bahramand bo'lasiz. Do'stlar, sharsharani tagida hozir sharsharani suvlari urilib, juda ham ajoyib manzarani guvohi bo'lmoqdaman. Ajoyib, mana tomchilar hatto kameraga ham olishga xalaqit beryapti. Sharsharani suratga olish uchun biroz yuqoriga chiqishga to'g'ri keldi va yuqoridan sharsharani ko'rinishi juda ham vahshatli, dahshatli va ayni paytda juda ham go'zal. Mana sharsharani shabadasi, sharsharani suvlari qanchalik uzoqqa ketib borganini mana shu
suv tomchilaridan ko'rishingiz mumkin. O'tgan yili kelganimizda suv kam edi va mana shu sharsharani tagida biroz bo'lsa-da cho'milishga harakat qilgandik, lekin bugun bu yerga tushish niyatim yo'q, chunki suv juda muzdak va juda sovuq. Ayni paytda yomg'ir ham yog'ib o'tgan, lekin uni mana shunday rakursdan tomosha qilib ham zavqlanish mumkin. Do'stlar, suv tushar sharsharasini mana shunday rakursdan kuzatish insonga juda ham bir zavq va shavq beradi. Yurtimizda qanday go'zal manzaralari bor. Imkon bo'lsa siz ham keling, ko'ring, zavqlaning. Alloh taolo bizni mana shu yerlarni ko'rish va undan zavq olish, tafakkur qilish uchun mana shunday go'zal manzaralarni yaratgan. Bu manzaralardan bahramand bo'lib insonning bahri dili ochiladi, hayotga qarashi o'zgaradi va tafakkur qila boshlaydi. Mana shu tafakkur qilish jarayonida yaratgan Alloh taolo biz uchun qanday go'zal ne'matlarni berganini ko'rib shukr qilasiz. Mana shu yerdan 4 kubdan ortiq suv tushadi va mana shu suv ko'pchilikni, mana shu qishloq ahlini ichimlik suv bilan ta'minlaydi va go'zal bir manzaralarni taqdim etadi. Keling, zavq oling. Bu yerdan insonni ketgisi kelmaydi. Juda ham go'zal manzara. Tavsiya qilaman. Albatta keling. Suv tushar sharsharasi mana shu suv tushar soydan paydo bo'ladi. Suv tusharning og'ziga yaqinlashyapmiz. Mana shu Shu yerdan bo'ldi hozir. Shu yerdan suv tushar boshlanadi. Mana. Mana shu yerdan suv tushar boshlanadi mana. Balandligi 84 metr. Mana biza ko'rib turgan joyimiz Sutchar sharsharasining boshlanish qismi. Bu dengiz sathidan 1870 metr balandlikda. Mana shundan oqib tushadiganda pastgacha bo'lgan masofa 84 metr balandlikda. Bu oqib keladigan suv dengiz sathidan 3200 balandlikda osmon tana cho'qqilaridan qorlarning erishi natijasida hosil bo'lib, yig'ilib hammasi kelib mana shunda quyiladi. Bu 3-4 hozirgi kunga 5 metr kubagacha suv beradi. Bu Sutchar sharsharasi aslida mana ko'rib turganimizdek oq sut shakliga bo'lganligi uchun mahalliy tilda sut shari degan mahalliy til bilan aytilgan. Sutchar sharsharasi o'zani mana ko'rib turgan mana so'mbar ko'rib qisalik so'mbar. Bu baliq qisalik so'mbariga quyiladi. Bu mana ko'rib turganimiz ziyorat joylarida osmon tana Xo'jagilota cho'qqilari mana ko'rib turgan Xo'jagilota ziyoratgohi. Mana bu yerlarda mana oq chayir, o'simliklarni qarang. Mana qora o'simliklarni, Navasol archasi, bu hisob qo'riqxonasi. Mana shu ko'rib turgan 108 gektar joy mana shu ekatini rivojlantirish maqsadida
qo'riqxona hisobidan chiqib, qo'riqxona qo'riqlama zonasiga o'tkazilgan. Bu mana bizda turgan joydan 50 metr yuqorida qo'riqxonaning haqiqiy chegarasi boshlanadi. Tepa anshraylarni qo'yganmiz. Nazoratchilarimiz har kuni kelib shu yerda nazorat qilib turishadi. Bu sharsharani O'zbekistonda eng baland, eng katta sharsharasi deyishimiz mumkinmi? Mumkin. Bu chunki 84 metr bo'lgandan keyin hech joyda eshitganim yo'qki, bundan baland sharsharalarni ro'yxatga. Va 5 kubometr suv tushishi ham juda katta suvni bildiradi. Shunaqa. Men ham O'zbekistonda bu qadar katta sharsharani hali ko'rganim yo'q. Bu suv mana shu ko'ringan qishloqlarni 8 ta qishloqni suv bilan ta'minlaydi. Qishda muzlaydi. Qishda mana shu ko'ringan 85 metr masofa mana shu tepagacha to'liq muz bilan qoplanib keladi. Mana bizga qishga kelib fenologik o'zgarishlarni kuzatgan vaqtimizda keyin o'zimiz ham ko'rganmiz shu yerlarni. Mana shu tepagacha yaxlab. Necha metrgacha muzni qalinligi bo'ladi o'shanda? Muzni qalinligi 3-4 metrgacha, 3-4 metrgacha. Demak, juda ham katta bir sumalakni eslatar ekanda. Shunaqa. Mana bizda turgan joy hozir dengiz sathidan 2070 metr balandlik masofada turibmiz. Mana sharsharning yuqori qismi turli xil asbob uskunalar bilan o'lchadik. 2130 metr balandlikda chiqdi. Men buni mahalliy nimalar bilan mana ip bilan o'lchaganimda bunga tepadan mana ko'ringan tartibgacha 85 metr chiqqanida mana hozir yana qayta o'lchadik. O'sha ko'rsatkichni yana berdi. Demak, hozir eski hisobda 1850 metr deyotgandingiz, bu biroz noto'g'ri hisob bo'lib chiqdi. Noto'g'ri hisob bo'ldi, lekin mana biz hozir 3 ta 4 ta asbob uskunalar bilan o'lchaganimizda, lekin aksi bo'lib chiqdi. Mana hozir ancha baland chiqdi. Ancha baland masofani ko'rsatdi. Mana bu turgan joyimiz 2070. Yuqori 2135 metr balandlikni ko'rsatdi. Mana o'zlaringiz ham guvoh bo'ldingizlar. 3 ta 4 ta uskuna bilan o'lchadik shu narsani. Rahmat, salomat bo'ling. Birinchi marta kelishim. Aytishlaricha O'zbekistonda eng katta sharshara suv tushar sharsharasi ekan. Qashqadaryoni Shahrisabz tumaniga qarashli Hisob qo'riqxonasini bir chekkasi deyishyapti. Menimcha Hisob qo'riqxonasiga kirmasa kerak ekan deylar. Bundan 50 metr naryoqdan boshlanar ekan. Qo'riqxona chegarasi. Shunchalik 50 metr yuqoridan deyishyapti. Taassurotlarim shunchalik yuqoriki, to'g'risini aytsam bu yerda adresini men aytishni xohlamayapman. Sababi bugun juda ham ko'p qo'riqxonalar bor. Odamlar dam olish maskanlari bor. Dam olish maskanlarida bugun o'sha turizm, ekoturistik zonalarda o'sha mahalliy aholi tomonidan, turistlarimiz tomonidan kelib turib, o'sha juda ham abgor holatga keltirayotganligini guvohimizda ko'p kuzatib kelyapmiz. O'zlarida maishiy chiqindilar qoldirishlarini, qatiq chiqindilarni, bakalashka, salafonlar qoldirib, juda ham nobop holatga keltirayotganini guvoh bo'lyapmiz. Shuning uchun men istamayapman bu yerda Qizg'onyapman. Men qizg'onyapman bu tabiiy holatni saqlab qolishni. Bunday holat joylarda turistik maskan qilishni men istamasdim. Mana bu siz tasvirda ko'rib turgan holat ilk navbatda ekologiya jihatdan, ya'ni mana bu o'simlik dunyosiga, ya'ni daraxtga, mana archa daraxtiga nihoyatda katta ziyon yetkazmoqda. Ko'rib turganingiz mana shoxlari o'sha qurishni boshlayapti. Sababi daraxtni nafas olishida birinchi navbatda to'sqinlik qiladi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, bizda milliy urf-odatlarimizga, qadriyatlarimizga xos bo'lmagan odat. Bu odat dinimizda ham qoralangan. Shuning uchun men so'ragan bo'lardim, hurmatli fuqarolarimiz, turistlarimiz ham mana bunday holatlarga yo'l qo'ymang. Ya'ni bu eskilarimizda o'sha din peshvolarining aytishiga qaraganda bu bid'at, ya'ni Xudoga shak keltirish hisoblanar ekan. Shuning uchun e'tiborli bo'lishingizni so'ragan bo'lardik. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xullas, juda ham chiroyli manzara, juda ham chiroyli joylar. Bunday joylarni Shvetsariyaga ham tenglashtirmayman, chunki bu yerdan ham zo'r deb bilaman. Sababi ham salqin. Pastki 40 darajada issiq hozir.
Shahrisabz shahriga tushsangiz. Bu yerga esa etingiz junjik tushadi. Mana biz choponda, kurtkada yuribmiz. Varaja qiladi, sovqotadi. Shunchalik zo'r, shunchalik toza havosi. Bu yerga yana har xil giyoh o'tlarni tabiiy hidini aytmaysizmi? Shunchalik dimoqqa uriladi, shunchalik tabiiy go'zallik. Bunday go'zallikni hech qachon hech kim hech narsaga almashtirmaydi. Ya'ni alishmasman dedi boyanga degandek. Haligi bir yozuvchimiz Susanbil degan ertagida yozganda suvning bo'lig'i o'tning tinig'i. Suvning tinig'i o'tning bo'lig'i. Susanbil o'lkasiga kelganmiz. Juda ham ajoyib. Kelinglar dam olinglar. Tavsiya qilamiz haqiqatan. Ommaxon qishlog'i manzaralari. O'zbekistonning qanday go'zal bir joylari bor. Archazorlar bo'ylab tushayotgan mana soy.